Kunam yomon isib ketdi. Bor, Jo'x akamni mashinasini haydashni bilganimga do'konga borib keldim. Haydashni ham bilmayman. Nima qilsam ijon stop. Bu yerga ichim kemirlarni qo'yib ketdi. Ay, yaramas. Sal qoldi. Bor, teginib ketib yiqilishimga. Bor, Jo'x akamda aytdilar, Jo'x aka, "Oy, bu yoqqa keling, bu yoqqa keling." Mana uni qarang, bu yoqqa ichini temir qo'yib ketibdi. Nima? Qaysi beparasat bu yerga qo'yib ketdi bu temirlarni? Bilmadim kim qo'yib ketganini, bor, lekin ozgincha qoldi yiqilib ketishimga. Ha, mayli. Xotin vahima qilma, sen uyga borib tur, men o'zim hal qilib yuboraman, aniqlashtiraman kim bu yerga qo'yib ketganini. Tak, menimcha janob mer xabari bo'lsa kerak, janob merga aytaman, yo'q, buni olib tashlash kerak bu yerdan, yaxshisi. Qanday ko'tara olamanmikan? Kuchim yetami kammi? Assalomu alaykum akalar, sizlar bilan Jo'xa. Qarochi, xotinim yiqilishi saliqgina qolgan ekan. Agar xotinim yiqilganda bormi, qishloq tutib tashlagan bo'lardim. Men xotinimni bilasizlar, vobshe yaxshi ko'raman. Ana endi buni hozir nimadir qilishim kerak. Kirkani olib chiqib tutib tashlaymanki, mashinam sig'sa bo'ldi, mayli turaveradi. Agar mashinam sig'maydigan bo'lsa, 100% olib tashlayman bu joydan yoki janob merga aytaman. Liboy birorta kishiga aytib o'ldirib tashlata, u sig'mas ekan, mashinamni sal qoldi borib urib olishimga. Agar urganimda qirilib ketar ekan. Qirilganda juda ham qimmatga tushib ketardi. Matak Estroming do'stim usta arzonroq narxda sozlab beradi-ku, baribir bu buzilgo'y. Ay, bekor qildimmi deyman-da. Endi qaytarib joyiga chiqazib qo'yish kerak. Bakka ham tiyib ketdi. Bo'ldi, bekor haydabman bu yerda olib tashlayman yaxshi hozir kirka bilan. Shuna sindirib tashlasam ikkalasini, yonidagi ikkitani sindirsam o'zi narigisi unchalik ham sinish shart emas. Ya'ni mana bu narsa zanglab ketgan ekan, borib buni sindirsam birdan titilib ketsa dabdala. O'shaning uchun birinchi bor janob merga bir aytib ko'ray, janob mer xabari bo'lsin-da, titganimdan keyin xabar bo'lmay qolsa dabdala bo'ladi. Mahalla idorasining o'zi o'zgarib qoldi. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keyin Jo'xa nima gap? Qarochi, uyimda oldidagi qo'shnimning uyining oldida qanaqadir temir paydo bo'lib qopti. O'sha olib tashlamoqchiman. Yo, tegma. Nimaga tegmayman? Olib tashlayman. Olib tashlama, turaversin, keyin o'zimiz olib tashlaymiz. Aldamayman, olib tashlayman, xalaqit qilyapti. Sen olib tashlasang, men seni jarima qilaman. Nima jarima qilar ekansiz? Meni xotinim sal qoldi yiqilib ketishiga. Qizig'i yo'q menga. Hali shunaqami? Ha, shunaqa. Bo'pti, ko'rasiz hozir mendan. Nima qilsam ekan, obunachilar olib tashlaymikan? Jarima qilsa jarima to'lash kerak ekan. Yoki olib tashlamasdan qalisan jetil tichmi? Ha, bo'ladi, nima gap? Ana temir sen qo'ymadingmi? Men qo'yib nima qilaman? Men ham qo'yganim yo'q. Ana yashil qo'yganmi deyman-a? Yo'q, qurbaqarang traktor degansiz-ku. Ha, shunaqami? Bo'pti. Agar qaysing qo'ygan bo'lsa ham, lekin titib tashlayman, xafa bo'lmalaring. Titsang titaver, bizga nima jaromdan so'ragan bo'lsang bo'ldi. Shu jaromdan so'ray olmadim, Ahranadan so'rab, Ahrana qayerdan bilsin, Ahranani uzog'i. Menga qara, sen ana u do'kon, mayli keyin sendan keyin so'rayman u narsa, hozir shart emas, olib tashlayman qarochi aka. Nima bo'lsa bo'lsin, qama borsa ham roziman. Chunki sal qoldi bor xotinimga nimadir bo'lib qo'yganda yomon bo'laman. Bu narsa turib tursin pakashto. Agar bunga tegmaydigan bo'lsa, bunga tegmayman men ham. Agar menga tegadigan bo'lsa, olib tashlayman unisini ham. Menimcha katta ehtimollar bilan qanaqadir chiroqmi shunaqadir narsa dak. Xo'p, asta hayda. Voy, tegar ekan baribir. Obbo, rasvo bo'lib ketdi bor. Mashinamda agar baloni yorilgan bo'lsa, dabdala bo'lib ketadi. Mana narsa olib tashlaymiz. Tak yopaman qaytarib, yorilmabdi shekilli. Chunki yorilgan bo'lganda dami yo'qolib qolardi. Ya'ni dami nima desam ekan, kamayib qolgan bo'lar. Oy, birat yaxshimisiz? Rahmat, o'zing yaxshimisan? Bo'laman, oyoqdagi temir siz qo'ymadingizmi? Qanaqa temir? Mana men taymda turib ko'rmayapsizmi? Yo'q, ko'rganim, qo'yganim yo'q men. Bo'pti mayli, siz qo'ymagan bo'lsangiz yaxshi. Bo'pti mayli birat. Tak, buni olib tashlash kerak. Qayoqqa olib tashlayman? Chiroqni ham olib tashlamasam bo'lmaydi. Tak, menga qara, jetel, sen menga yordam bersang bo'lmaydimi? Qanaqa yordam beray? Farqi yo'q, liboy yordam, o'sha narsalarni yo'q qilish bo'yicha. Hozir janob mer menga jarima qilaman, deyapti. O'sha nima qilsak bo'ladi? Bilmasam. Xotinim nima qilyapti? Garajdan nimadir olishga tushgan shekilli podvaldan xotinimga ovqat qilib qo'y degandim. Qara, pastga tushib narsalar olib chiqib ketyapti. Sen xotining ko'raysanmi, unchalik aqlli emas. Chunki meni xotinim yo'q. Sen hali uylanmadingmi? Yo'q, men janob merga aytdim uylantiring deb. Senga ham aytib uylantirmayapsizlar. Bo'pti, sabr qilib turib uylantiramiz. Bo'ydoqlik abadiy emas deydi-ku. Tak, men bu yerdan hozir qanday bo'lsa bo'lar ekan, ana chiroq to'plash kerak. Menimcha, u ham kirka bilan olinsa kerak yoki tapor bilan olinarmikan deb o'ylab qo'yibman hozir. Chunki endi u lampochka bo'lgandan keyin sinib ketish ehtimoli bor-da, o'shaning uchun ham balki boshqacharoq blok bo'lsa, u kirka bilan sinmasligi mumkin. Xotinga aytib ko'rish kerak bor-ku. Xotin menga qara, ana ko'chadagi lampochka bor-ku, lampochka ekan qarochi o'sha.
Va doha nora qallaysizlar bular suskan hali ham tashlamadimi qachon tashlarkin a Hali ber tashlamasa kerak, siz anavi temirlarni olib tashladingizmi? ha olib tashladim qo'rqma bu marta chiqadigan bo'lsin yiqilmaysan no bitta narsasi qoldi uni ham hozir chiqqanidan keyin olib tashlayman xotin sen voy judayam chiroyli bo'lib ketyapsan kundan kunga bor seni kundan kunga sevib qolyapman hech narsa kerak emasmi hech narsa olib kelmaymi senga Yo'q, nimadir kerak bo'lsa aytaman. ha bo'pti mayli shunaqa qil kerak bo'lgan payt ayt kerak bo'lmagan payt aytma xotin men bo'lsa do'konga chiqib kelishdan oldin anavi narsani olib tashlashim kerak svet boru o'sha narsani olib tashlasam keyin yo'limiz keng bo'lgandan keyin mazza qilib mashina bilan ham chiqib kiraversak bo'ladi u yog'och ekanmi deyman yo'q yog'och emas ekan buni kirka bilan sindirmasa o'zi tapor papor arra parra kuchi yetmas yerga kirib ketdimi ha men qo'limga kelib qo'ygan ekanku tak buni qayoqqa o'rnatsam ekan svet tepada u ana shu yer u ana yorug'am qilar ekan как раз meni uyimni oldiga yorug'lik bo'lib turadi kim qo'yib ketgan bo'lsa baraka topsin duo qilib qo'yaman iloyim mingga kirsin bo'ldi endi esa men karoshda do'konga borib kelaman xotinim aytgan narsalarni olib kelmasam u eshikni yopib qo'yish kerak pashsha kirib ketadi galim nimadir qilyapti mayli uydan pulov olish kerak yoki cho'ntagimda pulim bormikan yo'q pulov olaman shekilli xotin pul olish esimdan chiqqan ekan hozir olib ketang keyin borib kelaman birato'la Boya qo'lingizda pulingiz bordi-ku, Johar, nima qilyapsiz? Nima uyimiz tayin teshyapsiz? mana bu instrumentlar qo'yish esimdan chiqibdi pastdan aylanib kelishga erindim o'shaning uchun shu yerdan qo'yib qo'ymoqchiman sekingina tak buni ham qo'yaman buni ham bularni kerak emas bloklarni men qo'yib yubordim buni o'zim olib ketishim kerak axir bekor qilibman bo'pti yana taporda olish kerak obbo mana bu yerdan bitta blok olib tashlayman bo'ldi все endi chotki bo'ldi ichkaridan ketsam ham bo'ladi taporni keragi yo'q bu yerda yopib qo'yamiz qorong'i turaversin chunki salqin bo'lib turadi qorong'i bo'lsa yorug'lik tushsa lekin issiq bo'ladi endi quyosh tushsa issiq bo'ladi deymanda xo'p bitta ikkita uchta qo'yib yuborib turman bitta voy toshni bekor qo'yibman bu joyiga taxta bo'lardi-ku. Karochi xotin e'tibor berma, xo'pmi, men bu yoqqa bunaqa tursin. Menimcha hech nima bilinmasa kerak. Bo'pti, bo'lmasa men hozir bor do'kondan narsalar olib kelaman yeyish-ichishimizga. Qanday go'zal bu olam, yo bu olamda go'zali bo'lib yuribman-da, qalaysan Jidil? Ishing bo'lmasin menga. Sen o'zingcha nimalar bor-ey, qalay xo'sh. Xullas, qishloqda nima gaplar? 24 ga yetdi o'zimizlarni xabarlar. O'zuzan. Mana bu Jidil nima olinmoq ustoshga yopdi, olim aka, kola biroq kola so'radi. Xo'sh, mer bilan gaplashish uchun mer janoblari nima gaplar bo'lyaptimi? Ishlar tushyaptimi? Tishlabas pullar. Ha, yaxshi. Ana Johar uyni oldi qara, temir turibdimi? Yo, yo'da ishdimi yo'q ekan. Obbo, yaramas javob tashlabdi-da. Okey. Endi unga qanaqadir chora ko'rish kerak. Joha bilan o'zim gaplashib qo'yaman, u bekordan bekorga qilmaydi. Bir gaplashib ko'raychi, xo'sh. Obunachilar Joha mana bu yoqda mashinasi chetda turibdi. Menimcha uyda bo'lsa kerak, xo'sh. Joha bekordan bekorga olib tashamaydi. O'zidan o'zi olib tashaydigan odam bas. To'g'rimi, Jitil? Ha, to'g'ri bo'lsa kerak, do'konga ketgandi. Joha qatga magazinga chiqib ketdimi? Magazinga chiqib ketgan bo'lsa, shart bas, hozir kirmaymiz ekan-da, to'g'ri. Magazinga chiqib ketgan odamni endi uyga xotin yoniga bostirib kelmayman, merga ham aytib qo'yaman, hozir kirmay turadi. To'xta, orqasidan magazingacha borayman, Mirat bilan bir salomlashib qo'yay. Assalomu alaykum Mirat, pochtalar qalay bo'lyapti? Bo'ladi, yaxshi-da. Yaxshi-da, endi yaxshi. Soqqa bosish kerak vaqtida. Men ustaxonamga ham mashina olsangiz ustaxonaga boravering, to'g'ri. Men mashina buzish niyatim yo'q hali. Bo'ladi, o'sha qizil galstuklar mana bu nima bu temirlar, metallommi? Bu metallomga sotib yuborish keraklar, metallomni tova qildim, nima bu? Joha ham o'zini uyiga lampochkalar o'rnatdi. Men ustaxonamda bir don lampochka elektriga qancha pul to'layman, qimmat bo'lib ketadi. Joha shuncha lampochkalar qo'yib tashlagan, qanday pul to'lay bilmayman. Johaga ham vobshe qiyin, to'g'ri. Merga aytib qo'yayda, janob mer, xullas Joha do'konga chiqib ketibdi. Necha turib kirib gaplashsak bo'laveradi. Ha, bo'pti, men borib hozir politsiyachiga arz qilaman. Jarima qildiraman unga. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xo'sh, obunachilar bo'lmasam biz let's go o'zimizlarning ishlarni qilamiz. Boshqa nima bekorchilik. Bo'pti bratan, sog' bo'ling, kattangiz yetkazib qo'ydim pullarni. Bo'pti, kep tur Joha. Mayli, kep tur. Basharangga qo'yag, yo'l ustiga chiqib turasan. Men kiribman bu yoqdan, dabba. Xo'p, bo'ldi, endi chiqib ketay. Asabni buzatda bor shular. Men sen nima qilyapsan? Voh, Shahlo ko'zlaring Johanikiga o'xshaydi. Johanikiga o'xshaydi emas, Johani ko'ziga o'xshaydi bo'ladi. Bu ko'z-ku tentak. Ha, to'g'ri. Lekin Joha senga bitta gap aytaymi? Aytchi.
sen yomon chiroylisan. Ha, rostdan ham. Jinnimisanlar, erkak kishi chiroyli bo'lmaydi. Erkak kishi maymundan farq qilib tursa bo'ldi. Ikkinchi marta men chiroyli demalaring. Voy Joha, bu yoqqa. Nima sen o'zingcha meni chiroyli demanglar debsan? Ana ular chiroyli bo'lib ketibsan deydi. Seni chiroyingni yo'q qilib yuboraman. Nima mana yoqdagi temirlar olib tashlading? Yo'limda turganiga olib tashladim-da. Bu seni haqqing yo'q olib tashlashga. Men seni ustiga jarima qildirdim. Bor jarimani to'la. Jinnimisiz janob mer? Nima ya bunga jarima to'layman axir. Yo'limga turgan narsa bo'lmasa yo'lni tozalab berishingiz kerak edi. Bilmayman. Hozir kirkayni olib chiq, bu narsalarni boshqa joyga ko'chiramiz. Boshqa joyga qo'yib berasan. Bo'pti, hozir. Xotin senga bir ikkita nasl olib keldim, ya'ni bolalarimizga, ya'ni o'zimizga, hammamizga, men ham o'zim yeyman. Taqiqqa qo'ysam ekina, hozirda joy topib qo'yib yuborib, menga jarima qilibdan o temirni olib tashlaganim uchun. Jinni bo'lib qolishganmi? Axir u biz yo'limizga turgan, shuni olib tashlagani uchun jarima qilishdimi? Shunga jarima qilibdi, hozir to'lab kelay o'shan. Janob mer, hozir 1 sekund kutib turing. Tak, mana bu narsalarni joylashtirib olay, do'kondan narsa olib kelgandim ro'zg'orga. Ro'zg'orga shuncha narsa yeb ichasanlarmi axir? Shuncha narsa yeb ichmay nima qilamiz? Oho, senlar ham yomon kuchayib ketdinglar, pulni ko'pligidan. Buncha narsa yeyaverasanlar. Nima deganingiz bu? Endi pulimiz o'zimizniki, o'zimiz xohlagan narsani qilamiz-ku. Bo'pti, o'zing bilasan, bu yoqqa. Mana shu yerga o'rnatasan olib kelib turib, boyagi temir, tushundingmi? Yo'l ustugami? Ha, ostiga o'rnatmaysan-ku, tentak. Lekin yo'lga o'rnatish g'alati-ku janob mer. Men aytganimni qilasanmi yo qilmaysanmi? Yo qishloqdan ketasanmi bola chaqangni hop deganda? Yo, mayli, janob mer, men hali bu yerda yashashim kerak. Biz hali yana bolalarimiz ko'p bo'lib, xullas, baxtli yashashimiz kerak. Tushunyapsizmi? Tushundim. Shuncha aytganimni qildim. Jarimani ham to'lab qo'y keyin. Mayli, xo'p, bu jarima ham to'lab qo'y dedi. Mana aka, bo'ldi, shu yerda shunaqa o'rnatib qo'ydim. Yo'l ustidan hech kim o'tolmaydi. Endi kimdir o'taman deb turgan payti bada bang, bida bishting bang bo'lib ketadi. Mashinasini baloniga temir kirib ketsa dabdala. Janob mer, qo'yib keldim borib o'sha aytgan joyingizga. Bo'pti, endi bor politsiyaxonaga jarimani to'lab kel. Mayli, bu necha pul jarima to'lash kerak-a? Mayli, 100 necha dollar degan aytganda-yu, menda pulim bor, yetib qolsa kerak menimcha. Xo'sh, yaxshimisan, tinchmisan? Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, menga jarima bor ekan, o'sha to'lamoqchi edim. Xonaga borib, nimadan, bankdan kvitansiya rasmini olib kel menga. Qanaqa kvitansiya? O'sha jarima to'lash uchun 110 dollar jarima chiqar senga. Bo'pti, hozir bu qanaqa kvitansiya haqida gapiryapti. Menda kvitansiya o'zbekcha gapirsa bo'lmaydimi? Chek deyiladi, kvitansiya deyilmaydi ruschada, o'zbekchada. Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Yaxshimisan, tinchmisan, jigitcha? Yaxshi, rahmat. Haligi menga ana kvitansiya bor ekan, jarima bo'lganimda. O'shani kvitansiyasini bering. Telegramingga tashladim. Mayli, brat, yaxshimiz? Rahmat, yaxshi. Shu brat nimagadir qilib gapiradi, bilmayman nima unday gapiradi. Mana balinsaxonadagi jetel nimagadir oq-qora, pushti qora kiyim kiyib olibdi. Brat, olib keldim. Men kirkamni nima sizga tashlayapman, to'xtang. 110 dollarmidi? 110 dollar. Managa bo'ldimi? Bo'ldi. Boraver, Joha. Mayli, rahmat sizga kattakon. Telegramingizga tashladim kvitansiyani. Bo'pti, sog' bo'l. Mayli. Ana endi akkalar borib janob merga aytayim, bo'ldi, shu bilan qutuldim, borib xotinimni oldiga o'tirayin, yomon zerikib ketdim. Gaplashib deganday, choy bo'ychib mazza qilib romantika deganday.